أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمائه، والصلاة والسلام على سيد رسله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه اعتبارا للبعض بالكل. Ötkenki derste, ihram dairesinde yoki ihramlik holatda ovlash, ovni o'tirishga munosabatlik ahkomlarni o'qigan. Chetishlik ba'zi masalalar bor. Masalan, ro'za tutish muayyanlashgan ahvolda, ro'za tutishni tanlagan ahvolda ro'zasini oq og'zidan tutsin bo'ldi, ulab tutsin bo'ldi. Cho'qim oq og'zini tutish kerak degan belgilama yo'q. Shu oyatda "Addu zalika siyama" ashqa udullab tutuvasi bo'ldi degan bo'g'achqa, uni ayrim kunlarda tutuvasi bo'ldi. Ihramlik holatda yoki haram doirasida ihramsiz bo'lsa-mu, bir necha yildan sheriklashib bir ovni o'tagan ahvolda har biriga, Hanafi mazhabda har biriga ayrim kafforat qildi. Shafiy mazhabda hammasiga bir qildi deydi. Agar katta ovlab va o'tirib qolgan ahvolda Hanafi mazhabda shu qoida bo'yicha yoki shayxayning nazarda qoida bo'yicha shuning qimmatini bekitdi. Shafiy mazhab va Hanbaliy mazhabda bunun bir qo'y keladi. Qushqoch, bulbul, qalg'ash degandek manda kichik qushlarda Shafiy mazhabida hammaylar Hanafi mazhabga o'xshash qimmatini bekitadi. Haramning ovlari ihramli holatdagi kishi bo'lsin yoki kiyimli kiygan kishi bo'lsin, har ikkisiga haram. Haram doirasi bo'lg'achqa. Lekin ihramlik kishi haram doirasida o'lib qolsa, jazo 2 qat kelmaydi. Yani ihramlik bo'lganligi bir qat, haramninkini o'taganga bir qat, 2 qat kelmay, bir jazo shunga yetarli. Odatda insonlar ko'ndirib, odatga boqadigan ishlarda, masalan, ishtaymiz, shunda shaharlarda yuradigan ishlar bo'lib qolsa, bu insonga chiqilmaydigan, yetishilmaydigan bo'lsa, uni o'tirish haram. Aza ba'maydigan bo'lib qolsa, o'ttasi bo'lmaydi. Agar yirtqich etini hujum qilib qolsa, o'ttirib qolsa, hech gap bo'lmaydi. Bu nimaga o'xshaydi bu chog'da? Xuddi shu hadisda o'ttasang bo'ldi deb ruxsat qilgan 5 turlik ziyondosh hasharotga o'xshaydi. Pastda botilishda bu insonga o'zligidan azordigan bo'g'achqa dedi. Bu xiris qilib hujum qilgan, etilgan yovvoyi hayvonlarmi shunga o'xshash. Ama etilmasa, sen o'zing planlab, qopqon qurib, oxirini qo'llab yurib tursang, ma'qul bo'ldi. Ama inson etilgan ahvolda bu o'zini qo'llash shartidagi, xuddi chayon nimaga o'xshash o'ttasi bo'ldi. Hatta masalan insonning birisi o'ttirmaya bulayman deb qolsa, o'zini qo'llashi bu tabiiy ahvol, uni gunoh olmaydi. Oyatda fa in qatalukum faqtuluhum. Haramda dushmanlar shundan qolsa, o'ttasi bo'ldi deb ruxsat qiladi. Bu o'zi qo'llash ahvoli. Lekin ochliqdan yoki boshqa sababdan ashni yeyishga majbur bo'lib qolsa, bu ittirar deymiz. Uzrlik ahvol deb bu chog'da undan ash jazo keladi, o'xshash jazo. Chunki shu chechni tushirtishdimi, kasallik sababidan, uning boshqa sababdan chechni tushirayotganda keldi jazo. Ularning bunda uzrlik holatda keldi deymiz. Endi bugun bayon qilmoqchi bo'lgan masalalar o'ni o'tmay yarda qilgan. Biri a'zosini zaxmlantirgan ahvol. Qala va man jaraha saydan, bir o'ni zaxmlantirsa, yarlantirsa, aw natafa sha'rahu, yakunin pay ya tuklarini yulsa, aw qata udwan minhu, yoki bir a'zosini kesib etsa, shunda qilgandan keyin bu yana hayot qatqasa, akin pay ya tuk o'sishi mumkin yoki saqayishi mumkin. Ammo bu hayoti yani saqlanib qolsa, domina ma naqasahu. Ay zaxmlantirish buning qimmatidan qancha narsani kamaytirdi. Bu hayvonni masalan tirik holatda bir baholab, shu bijeri zaxmlangan holatda bir baholasa, ikkisini o'ttirdiki farqni to'laydi deydi. Shunga o'xshash, masalan shunday hayvonning sutini sig'ib ichib olsa, sutning pulini to'laydi. i'tibaran lil ba'd bil kull. Faksni hammasiga qiyos qilgan holda. I'tibor degan so'zni biz qiyos qildik. Nima? Fa'tabiru ya ulil absar. Ilgarikilar shunda ishlatdi.
Etibar, yani qiyas. Yani eğer hemmini vayron qilib etsa, o'ttirib etsa, bütün bir hayvonning pulini to'laydi. Unda olganiken bir parchasini zaxmlantirib bekor qilib etsa, shu parchasining qimmatini to'laydi demak. Qiyas shu. O'lib ketib qolsa, butun beradi. Eğer o'lib ketib qolsa, butun to'laydi. Yani bu ölmey, keyin saqayib ketdi yoki o'lmaydiganga tirik holatda qolib qoldi. Bu ahvol aniq bo'lsa, şu zaxmlangan parchaninki a'zosining yoki o'rinning qimmatini to'laydi. Agar bu shu sababdan o'lib qolgan darajada hayot qolsa, ki yashamaydigan yo o'zini qo'llayolmaydigan, yo ma'maydigan yo bir narsa yemaydigan holat qolsa, butun qimmatini to'laydi. Shuningda o'lib ketib qolsa, yani butun qimmatini to'laydi. Ama bazı ahvallar bunda yaralanmagan çağda bunun keyin yaşayaladigan saq qaldimi bu yoki saqaydimi buni o'chi ko'rmaslik mumkin. Hayvonlar jiroq qechib ketganlarga bir joyga ushirgan Alloh sababini. Bu vallohu alam. Unda ulamolar xil ahkamini deb baqidi. Hamishada mush to'lam bilan billa yana gunoh bor. Chunki mush ish harom. Yani ihромlik holatda ya harom doirasida shu uni zaxmlantirishing, yaralantirishing harom. Haram doirasida haramning o'g'larini yukitib qolma deb shu hadisda la yunaffaru sayduha deb vaqirab ve ishorat qilib qo'rqitib va yukitib qo'zg'atishni cheklagan. Bu cheklaganligi zaxmlantirsan, yaralantirsan, o'ttarsan albatta harom deganini ko'rsatadi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Makkani Alloh taolo harom qilyapti degan hadisda bayon qilingan. Yani Hanefi mazhabda qanchalik zaxmlantirgan bo'lsa, bu hayvon tirik qolganda ekan, zaxmlantirganga loyiq to'laydi dedi. Shafiy mazhabda butun bir hayvonning to'laydi dedi. Yuqorqisi hayot yashay oladigan holatda qolib qolgan ahvolda shunda. Qala va inna farisha ta'irin. Yani bir qushninki butun paylarini jo'ndiribdi bu. Yani qanotlarini kesib o'tgandek, paylarni hammani yulib o'tgandek, ucholmaydigan endi holat qolib qoldi. Rish yani jama risha. Yani bunun maqsad hozir hammani desak shu qanotini yo'q qilib o'tdi degan hisobda. Aw qata'a qawa'ima saydin. Yoki bir ovninki bir hayvonning putlarini kesib o'tdi. Qawa'im yani arjul. Fa alayhi qimatu. Yani to'rt liptini, ikki liptini kesayotgan holda, ya qanotlarini kesayotgan holda, ya butun paylarini yuzayotgan holda, bu chaqda shu hayvonning yoki qushning butun qimmatini to'laydi. To'liq. Li'annahu kharaja bihi an hayyizil imtina'. Chunki mushu ish bilan u o'zini qo'llayolmaydigan holatga berib qoladi. Faqat fawwata alayhi al-amn. Bunun bilan uning xotirjamligini qo'ldan ketkazayotgan bo'ladi. Fasara kama ida qatalahu. Xuddi uni o'ttirayotgandek bo'ladi. Ko'pincha ehtimolda bu shundan o'lib qoladi. Ya o'zini qo'llayolmaydi yoki bir narsa tutib yemmaydi, shundan o'ladi. Va kadalika kullu fi'lin yakhruj bihi an al-imtina'. Shundoqla o'zini qo'llayolmaydigan, qilib qo'ydigan har qanday bir ishni qilsa, shuning bilan to'liq jazo qiladi. O'tgan bilan o'xshash bo'lg'achqa. Va in kasara baydatan fa alayhi qimatuha. Bir tal tuxumni chiqib qolsa, shu tuxumning qimmatini to'laydi. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qada bidalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda hukm chiqib qo'ygan. Va kadar ruya Ali va ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhum. Ashab ikramlardan bu shunda hukm chiqqanligi rivoyat qilingan. Rasulullohdan ajra sanadigan kelgan bo'lishi mumkin. Qolgan sahaba ikramlardan shunda rivoyat qilingan. Bundan mushunga asosan uchar qo'sh va shunga o'xshash narsalarningki tuxumlarni buzitish, dasitish masalan, cheqotish orqali shuning qimmatini to'lishi lozim. Tuxumning qimmatidan. Ash tuxumni nech pul qolibdi? Masalan, bir tuzuq qishining tuxumi desak, 50 ko'y qolgan bo'lsa, 50 ko'y deb. Walau kharaja minha farqun mayyit. Ashu chiqayotgan tuxumdan o'lak cho'jidan birsi chiqib qolsa, fa alayhi qimatu hayyan. Ash cho'jini tirik baholab, tirik holatdagi qimmatini to'laydi. Ham bu o'lak chiqishi ash chiqayotganlik sababidan o'lak chiqdi deb
qaraganda degan gap. Li'annahu kana bi'ardiyatil hayati. Çünkü o hayatqa qadam qo'yish oldida, hayotlikqa uchrash oldida tug'an bir tuxumdi. Agar chiqilmasa hayot yerib chiqdi shu. Yoki shunda faraz qilamiz. Ehtiyojatni. Aslida qiyosda tuxumning pulini to'lash lozim dedi. Ana bu mazhabda. Lekin yana bir ehtiyotimiz bo'lg'achqa Aşu çıkıvetiş, aşu ölümüge sebep olan buluşu mümkün çocuğuna diyen bir ihtimal boğaçka ihtiyaten istihsan kılıp, yani bir mezhepte, çocuğunun tirik aletike kıymetini tülaydı o. Hudda tirik bir çocuğunu ötüretkendek lan buldu demek için. وَقَدْ فَوَّتَهَا Bundan ki çocuğunun kolundan hayatlıkta eriş fırsatını ketüzetken buldu. فَتَجِبُ قِيمَتُهُ اِحْتِيَاتًا Şuna ihtiyaç cihatdan istihsan qilib, qiyasını tashlab, onun qimmatini vacib deb qaraymiz. Wa kadalika law daraba batna dhabiyatin bir kiyek ya bug'uninki qo'sqiga uriblam, falqat janinan mayitan qo'sqidagi qo'zisini tushirib qolsa, o'lagali tushirib qolsa, fa alayhi qimatuhu. Ashu tushirayotgan qo'zining tirik holatdagi qimmatini to'laydi. لما بينا يعني لأنه كان بعرضية الحياة çünkü şu qo'sqi umsa şu qo'zisi tug'ilib yashaydi. Agar onasimi bunday o'lib ketib qolsa, onasining qimmatini to'laydi, qo'sqidigining qimmatini to'laydi. Bu hozir shartni hayotga qo'ygandan keyin bozor tuxumini ketib qolsa, u ish bo'lmaydi. O'zining şey, u emas. U o'zining mulkini buzayotgandek bir ish. Biz onu tarif qilgan vaqtida aşı mumtani, insonga asalliqcha o'zini tutqizmaydigan, qochadigan, inson aqidan qo'llab yoki bir ishni qilib tutadigan narsa dedik. Masalan, qo'yini so'yib yesi bo'ldi. U bo'lmag'achda. Lekin shundan bilgan teshvosin chiqishlar orasida to'laydi. Yo'q, aslida bu qo'saqdagi qo'zg'olgan ekan, tirik bo'lish kerak. Yani bu uğanlıkken ülegalar tutuştu. İşte bizim deyimiz uruşu arqılıq öldü. Andı öyle düştü bu deyimiz. Esla hayatta öttüretten deyimiz. Uğanlıkken aşağıya halatdaki kıymetini bahalap andın töltümez. Bunu uqmayınız edilir. Özgürlüğü ölüp kaldı mı? Uruş sebebinden öldü mü? Galiben uğanlıktan öldü o. Hem yuqorqi ahvolda şu çocuğunun qimmatini to'laydi dedik-ku. Çocuğunun qimmatini to'lsa, tuxumga ayrim qimmat to'lamaydi. Qarshi bizga gapimiz qilsa. Qala wa shajarul harami la yahillu qat'uhu li muhrimin wa la halalin. Haramning dal-daraxtlari ihramliq kishi olsun yoki ihramsiz kishi olsun, haram doirasidan lan bo'lgan, uni kesishga bo'lmaydi. Qala sallallohu alayhi vasallam la yuqtala khalaha va la yu'dadu shawkuha. Ashu sayyidik hadisda innalloha harrama Makka va lam yuharrimha an-nas fala tahillu li ahadin qabli va la li ahadin ba'di wa inna uhillat li sa'atan min nahar لا يختلى خلاها ولا يعدد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. حديث آخر وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. Müşahidiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Mekke'ne haram kılıp etken. Mendin ilgirim o ve mendin kim mi birisiga halal bulmaydı o. Man fakat lan bir saat Mekke'ni fetih kılış için ruhsat kılıngan. Onun otları otalmaydı, tikelleri mi kesilmeydi, oğulları mı ürkütülmeydi. Çıkağın dersi fakat lan ilgisini izleydiğen, elan kıldığın kişiye ilişki dürüst buludu diyen. Hazreti Abbas radıyallahu anhu muş üsümlüklerden dal-daraxtlardan faqatdan şey izhir degan çığ yoki julg'undek narsa shuni ham ruxsat qilgan bo'lsalar buni biz zagalarimiz masalan ya qabr songa ishlatmasak bo'lmaydi, shunga ehtiyojimiz bor degan chog'da faqat izhirlam ruxsat qilindi degan. Bu hadisda la yuqtala khalaha, o'tlar o'talmaydi.
وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا tikenleri kesilmeydi. Tikenleri kesilmeydi yani o tikensiz adette daldarak olup kalsa elbet kesilmeydi. Yani tikenlik olup bu başkalarına sancılıp gitti diye aldım o tikenini kesip ölsem olmaydı o adı. İhram bağlanlarda mübataktan basını ceza kılındı ya ki hemşi bınalar. Heremge münasebetlik daldarak boğan iken heremge tava boğaçka bunu ihramlık olsun ihramsız olsun okşaş. Yani ki mesela heremden hürmeti, heremden çeklemesi. Müşahede izhirne Resulullah şunda bir ihtiyaç boğaçka ruhsat kıygan. Onun da başka mesela meyve bulup kalsa onu üstü buldu. Daldarakның meyvesi. Kurup kalgalları ya ki özü sunup çıkıp ketken şahları olup kalsa onu edip işlesi buldu. Ama adetke şunda ilgisi yok daldaraklı olup kalsa onu kesip bulmaydı. Fasara kessayid. Yani bu nimge okşaydı o? Oğu okşaş. Heremgi tava oğu hayvanlarga okşaşlam çekiliş haram bulup gidiyordu o. Ve şecerul harami yani bu heremning daldarakları diyen nima diye ibarat ise heremdeki daldarakning hemmisi emas. Ma yanbutu bi nafsi. Özlikidan ösep kaladigan. Kişiler onu ataatın terip, bakılıp östürmeydigan, özlikidan şunda ösep kalgan ösümlükler. Amma ida enbatahun nas ama halayıklar kişiler bunu östürüp, terip yoki shunda bag'bostan qilib parvish qilib yetildirgan o'simliklar bo'lib qolsa, aw kana min jinsi ma yunbituhun nas yoki kişiler östürmagan bo'lsa-mu, kişiler östürdigan o'simliklarning turidan bo'lib qolsa, fala ba'sa bi qat'ihi wa qal'ihi. Uni kesib yoki qo'mirab asab bo'ladi. لأن الناس اعتادوا الزراعة والحصد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير. Çünkü kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından, devirden ta bugünkü kadar, Abdur'un zamanı kadar ve bizim bugünkü günümüz kadar ziraat terip, usul elep, adetini kelgen. Bunu Resulullah ve ondan ki sahabe tabi'inler hiç kim eyiplengen. Çünkü onun caizliğini bildirdi. Neticede kişiler üstümegen ve kişiler üstürdiğinin türüdümü bulmagan, aslında ilgisaksız ösep kalan ziraatlı bulup kalsa, bunu kesiş ve kumuraş şeklinde. Kenetişme okşaş. Müşahedem de kesişini gösterdi o. La yahillu kat'u dedi. Kesiş haram. Kesip kalsa tüleş lazım. Ama kumuraş gelgen çağda kumuraşlı tülem bekitme giren en öpemezdir. Kesişke kasıp koyalım. Çünkü hadiste la yuhtala, la yuhta, la yu'dad diyendek gelgen varsa bu kesişin göğsüdür. Ama kumuraş ne? O kadar sanırız en öpemezdir. Hem şunda kesip olgandan keyin kesip olgan narsa kıymetini tulumsun ondan paydalanış olmaydı. Men to'lamin to'lab bo'lganda bu daraxtni o'tan qilib qolib yoki boshqalarga setib bunday qilish bo'lmaydi. Nima uchun bunda cheklangan? Boshqa jutliga shu jutning odamlar bilan kelib, bir sirtdan nazar qilgan kelsa, haramga shu necha million odam ajrli kelib turdi. Agar ashuna ruxsat qilingan bo'lsa, bu haramda yeshil bir o'simlik, bir tan narsa hech narsa qilmaydi. Yani aslında qo'dash orqali bu sha'ning yeshilligini va o'simlikni shunda saqlab qoladi. 1 million odam kelib, masalan, hech gilam umriga necha million kelishi mumkin. Hech gilam 1 million odam kelsa bo'ldi, chekatga, aqovatga etizlikdek bo'lib qoldi. Butunlay qurtdi. Uning ustiga u diyorning daldaraqlarini balki bu ulug'yaninki shahidda deb tavarruk deb o'pishi mumkin. Bundan müşahede kesiş haram. Keskendan keyin bu daraxtni yog'och va shu shoxlardan foydalanish haram. Ya da makruh desimi lekin kira tahrimiya bilan cheklaydi. Ya shuni kesib qo'l ilkiga yuzgandan keyin jazosini to'lagandan keyin mushuni igi bo'ldi deydi. Ash daraxtning igisi mushi deydi. Qo'l ilkidagi daldaraq shu. Lekin shuni foydalansam bo'lmaydi. Buning uchun desa shuni chiqilmaydigan qilish uchun. Bo'lmasa Mekkeni daldaraqdan qurtitdi. Mushu daraxtni kesish harom dedi. Ham kesgandan keyin nima vojib? Jazosi nima? Qimmat ashi daraxt.
Biz bunu bir qatim deb o'tgan. Lekin bu kitobda hozir bu yerda jazosining nimaligini bayon qilmoqda. O'sha daraxtning qimmatini to'laydi. Shuni baholaymiz. Makkada bir joyda o'sha bir daraxtni ashunda ahyo qilib yetildirish degan plan pul to'xtaydi. Hozir masalan bir daraxt $10,000 tayyor bo'lishi mumkin. Uni ashunda suvini to'shib, qo'yib ayında parvarish qilganda bo'lgan. Aşının qimmatini to'laydi. Nech bo'lsa, kichkina bir daraxt bo'lsa $50, $100 uni to'laydi. Cho'ng bir daraxt bo'lsa $5,000, $10,000 to'lashi mumkin. Ya'ni mazhab shunda. Endi mushu to'lamda ro'za tutish yengib yo'q. Ash pulni to'laydi. İmam Shafiy va İmam Ahmadlar cho'ng daraxt bo'lsa bir kala, kichik daraxt bo'lib qolsa bir qo'y. Shundalam ayirib qiladi. İmam Malik ya onun cezası yok. Tölem şu günahlan bari. Ceza kemaydi. Kişiler aşında üstüret nükleyen olsa başka adamınkine kesilip kalsa onun kımmetini tutuşuyla bu adetke var. Mesela bir daraxt $5,000 to'xtam bo'lsa, hozir 3 yil oldu buni sug'urib bunda aran ahyo qildim desa, nech pul $5,000 to'laydigan gap. Haqninkini kesib qolsa, endi bu haqning emas. Shu taladilan bunda o'zi o'sib qolgan desa, shunda daraxtning shu yerda shunda o'silish uchun qanchalik sharoit hozirlansa o'sidi deganki, shu kishilarningki ahyo qilgan nimasiga o'lchaymiz buni. Bir daraxtni shunda qilish uchun qanchalik kuch ketadi, qanchalik chiqim ketadi desak, $5,000 ketsak, $5,000 to'laysiz deb bunda bo'ladi. Gerçi buni iyisi bo'lmasmi? Hozir biz iyisi yo'q daraxtni kessa shunda jazo qildi deymiz. Agar boshqa kishilarning daraxtni kesib etsa, uni to'lab turdi. Odatda boshqa odam aynikin chaqalas to'laydi-ku, o'xshash. Shunday ehramning bo'lsin chiqishni o'xshash. Chunki bu haramning hurmati, ehramning hurmati emas. Ehramning hurmati desak, ehram uchun taxmin ta'kidlanib ketadi. Ana bu yerda ikki hurmat bor. Ehramning hurmati, haramning hurmati. Qaysi kuchliroq desa, ehramning hurmati kuchliroq desa, haramning hurmati ma'nosiga kirib ketadi. Haramning kuchliroq desa, haramning ma'nosiga kirib ketadi. Ikkisi bir hisoblanadi. Daraxtni tegasiga to'yilgan uchun yana ayrim mana jazo kelamish tugalmi? Yo'q, u kishilarning dardiriga mal cheklangan haramning daraxti darisi emas. Chunki bizlarni ta'rif qilgan chaqda kishilar o'stirmaydigan, kishilar o'stiradigan turdinmi emas dedik. Kishilar o'stirgani, kishilar o'stiradigan turdim bo'lib qolsa, uni munosibsiz. Tegisi yo'q. Mesela buğday o'sib qolgan bo'lsa, o'zi buğday. Chunki bu kishilar o'stiradigan narsa bu boshqa. Ammo shunday gulgiyalar, shunday yo'q daraxtlar o'sib qolgan bo'lsa, shuni kessa, undan jazo. Lekin bu hamda Hanifi mazhabning qarashi. Lekin boshqa mazhabda kishilar o'stiradigan endi buğdaydek narsa o'zimi shuni o'risa jazo qildi deyish mumkin. Har mazhab o'zi bir qoida qilib bekitib, shu bo'yicha ma'lum. Bunga e'lon qilsa bo'ladi. Harsada qiladi. Endi kishining sinimda o'zida o'sib qolgan narsalar basma shu sebep bilan bo'ladi, shu kishi o'ziga bo'ladi. Sinimda bo'lgan o'zida o'sib qolgan narsalar. O çağda bu şu Şeceril Haram dairesi oldu. Hazır bu Hanifi mazhab faqatlan kishilar o'stirdigan narsa hasb qo'ydi. Şu o'simlik qaraymiz. İnsanlar o'zi terib, o'stirib parish qilib, ular o'simlikmi emasmi? Shuni bilan ayiramiz Hanifi mazhab. وعن أبي يوسف رحمه الله لا بأس برعيه. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh haremden otlarını hayvanlar otlası buludu meyle. Labasken meyle hiç yapılmaydı. Ruhsat kılış lazım. لِأَنَّ مَنْعَ الدَّوَابِ مُتَعَذِّرٌ. Çünkü ağacılarının ömrüçlüğünün ulaklarını tosat bulaş intayın kıyın. Eğer haraç tartıp buludu. Yani şu at ulaklarını şu Mekke'nin çöllerindeki, şu yollardaki şu üstünlükle himaye edip yüzmeyi bunda başkurup yürüyüş pek tesirmiş. Ve cevabuhu, İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmet'in bir rivayet bu cumhur ulemalar ağacı ve ömrüçünün şer'i ulaklarını tosap bulaş tez, şunu ruhsat kılış lazım dedi. Tarafan Ebu Hanife ve Muhammed İmam Ahmet'in bir rivayette hadiste enik çekliğin boğaçka, bunda harac vaatı yoktu demeyimiz.
Cevabı yani cumhurga berdiğin cevap aş hadis. Yani nas la yuqtala khalaha. Bunun otları utalmaydı. İnip diyetti. Utalmaydı dese otuşta otap asan. Bu otaş oldu. Bu çarımalla ise bu ray oldu dep qalsa. Meyadama ikinci noktadan bunun cumhurga ve li ennel qat'a bil meşafiri kel qat'i bil menazil. İkisi oxşaş deymiz. Kes qilib ikisi oxşaş. Oğaq yoki o'tug'ishda kesishga o'xshaydi. Ya'ni hayvonning og'zi bilan o'tash, o'tug'ishda o'g'aqda o'tash bilan o'xshash kesishish. Manajil o'g'aq, minjan. Mashafir hayvonning og'zi. Elbette bunun da tarafan. Ebu Hanife ve Muhammed rahmetullahi aleyhininki karşı şu kuştur. Heremden şu gülgiyalarına şunu qo'dash lazım. Yani eni qadis bo'g'achqa. Bo'lmasa o charmallarni boshqarib bo'lmaydi desa, u yerda gulgiya hamma narsa purtitdi-da. Yani bunun çaresi nima? Haraj va deb qalsa, sen bu yem xashaklarni sirtdan ekilsa deydi. Yem xashak ekilib, ya o'zan ekan, ya shu bozordan sotilib yem xashak badi. Qala wa man qatala qamlatan aw jaradatan tasaddaqa bima sha'a. Bir tal pitni o'tirib qalsa yoki bir tal chiketkini o'tirib qalsa, xohlagancha bir narsa deb ko'rdi. Bir tal xoma, bir tal kamput, bir pachinan degan narsani bas bo'ldi. قال عمر رضي الله عنه تمرة خير من جرادة. Hazreti Ömer radıyallahu anhu şu bir çiketkini ötürətken ya çiketkini oğulğan kişiye bir xoma pişib qo'ygan. Bunu Muhammed bin Hasan Şeybani'nin Muvatta'da okudık. Yani İmam Muhammed'in Muvatta'da İbn Abbas radıyallahu anhu'dan qabdatun min ta'am diyendek rivayet geldi. Nima uchun şu çiketkida shunda sadaqa bir ish qildi bo'lsa, chunki chiketkini biz quruqliqning o'vi dedik. Quruqliq ayollardan. Mesela Muvatta'da bu bir lahangning tushkirishidan chiqqan ushqinlardan paydo bo'lgan degandek, bu dengizdan kelib chiqqan degandek rivoyat bor. Lekin bu ajiz. Ajiz bo'lg'achqa quruqliqning o'vi deydiganga bu shu Hazrat Umar qatori sahoba ikramlarninki buningda shunda jazo belgilaganligi, kafarat belgilaganligi quruqliqning ayolları deganga delil bu kuchliq. Nandi usaydil bar bo'g'achqa jarada. Hamda man kelsak, miyadida wali annal qamlata min at-tafat. Hozir bu fitni o'tirash ikki narsaga chetish. Birisi bu jenova bir narsa, bir hasharat sifatida bu haramga tava, haram doirasida bo'lsa, bu tarafdan u hisobda jalliq bir narsani o'tirash hisobda u doira kiramdi. Yoki ihramli holatda bo'lsa, bu badandan işin sıkıdığan, najına naslini tazlash, jihatdan ilqa tafatulab, bunu taraffuhul kamil, bulash jihatdan bunu mahzuratul ihramni qilgan bo'lg'achqa fidya kelishi, u bir tarafdan, ikki tarafdan tortishidan buni. Lekin bu kitobda hozir buni u mabhasiga kirib qo'ydi. Shunami? Buni mahzuratul ihramni qilgan chaqdimi bir bahs qilgan. Hozir mana u doirasini bahs qildi. Anda şu haramda khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hill vel haramda 5 türlüklerden nassan belgildi o hadiste. Şu 5 türlükke insonga inda ziyon urdigan, chaqadigan, ashunda narsalarni hammasini qiyoslab bir qator sanatsak, fitna o'tirasan bu maydo degan gap chiqadi. Chunki bu insonga inda aziyat yetkazgan narsa bo'ladi. Ya buni aziyat yetkazish sebab bir nima emas deb qarasa, u chog'da buni asli o'ttasang bo'lmaydi. Deb anda onunla ya bazı ulamalar ihtiyotan vacib bunga deb ya bazı istihbaban shunda bir narsa belgilgan ahvol bor. Masalan, shumila, chivin, buga, hara, qo'ng'oz, Hasan Sharifdak, yak salma va mushunda bir narsa bo'lib qolsa, bu shu ziyondosh 5 turli hasharot doirasiga kirib ketadi. Davomken ihramli kishi o'zining badanidan shu fitni tutib o'tsa, bu qadoat tafatuldi. Ya'ni shu bearamchilikni yo'qotib, rohatlangan, aramagan, o'zini tozalagandek, shu avarchilikdan qutulgandek bir ahvol bu cheklangan. Bu tarafdan mahzuratul ihramda uningga
bir narsa fidye berishi vojib bo'ladi. Endi o qamla bilan tafat bo'lgandikan, hatto shunga law qatala qamlatan wajadaha alal ardi la shay alay. Yada birab ishni kirib qolsa, o'tirib qolsa hech gap bo'lmaydi. Nima uchun? Bu shu al-khamsul fawasiq o'xshash. Endi oyada sadaqa berdi degani, badanida, o'zining badanida bo'lgan bir fitna o'tirib qolsa, fidye jihatdan mahzuratul ihrom jihatdan sadaqa berdi. Ana kichik narsa bo'lgan ekan, xalqancha bir yo'qlan bilasin ba'zi bo'ldi demoqchi. Buningga miqdor belgilimidi hozir bir talga. Lekin bu badandan elib o'tirvatsin ya badandan ilib yaga tashlavatsin o'xshash. Nima uchun desa bu tozalik yoki ilqo tafat bo'lganlik jihat. O'tirish qasamas. Shuni qutulsa aş fidye kildi. Yadgin o'tirasa hech gap bo'lmaydi. Yadgin o'tirishi shu bo'lmasdan sababmi yoki shu dash. Bu ash ziyandash qatordan bo'lgan. Bu masalan insonning birsin badaniga kiyim kirib chaqadi. Undan keyin bir chayonni ko'rsak, yadgi parchamizgacha o'tirsak bo'ldi. Shunga o'xshash. İmam Şafii'ning qarashidimi bu 5 turli ziyandashning dairasiga kirgan bo'lg'achqa ihrom sirtida o'tirsa mustahab bo'lardi. Ammo ihромli holatda o'tirib qolsa fidye qildi. Qado tafaq bo'lg'achqa. İmam Şafii'mi birini o'tirib qolsa bir luqma ashliq sadaqa qildi. Istihbab, mustahab debdi. Ve kezalike el-qamlatayn ve thalath. İki tane oturasımı, üç tane oturasımı şunga o'xshash. Yani bedendeki pitlardan iki tane ya üç tane kadar oturup qalsa, xalqancha sadaqa bermesi buldu. Bunun miqdarini belgilemedi. Ve in kathura, ko'p bo'lib ketsa, at'ama nisf sa'in li kathratil irtifaq. Bu ko'p bo'lg'achqa, to'liq bir baharlangandek ahvol bo'lg'achqa, nisf sa' deb shu chaqdandan yarim sa'ni bekitmas. وعن أبي يوسف رحمه الله في القملة يتصدق بكف من طعام. إمام أبو يوسف كان بالرواية bu نوادر الرواية أجقرقسه ظاهر الرواية. Zahir rivayede 1, 2, 3 kadar aziz savda onda sadaqını belgilememiz oldu. Xalqancha bas buldu. 3'ten aşkandan keyin nisf savdu dedi. Ma navadirda bir talga yatasaddaqu bi kaffin min ta'am dedi. İmam Muhammed'in kelgan bir rivayette bi kasratin min xubz. Bir parça nan. Bundan bir parçasını vermesi buldu dedi. قال وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة. İhramlı qalatda bo'lgan kishi bir ovni bo'g'izlab qolsa, bu o'zi o'lib qolgan hayvonning hukmini oladi. Ya'ni bu bo'g'izlash bilan xuddi tazkiya go'shini halallashlik bir narsa bo'lmaydi. Li'annahu fi'lun haram. Chunki bu haram bir ish, ya'ni haramning o'g'ga chiqilishdan iborat. Fala yakunu zakatan. Bu haram ish, uning go'shini halol qiladigan ish bo'lmaydi. Bundan keyin bu maytini o'tma. Mayt olgandan keyin osh kishi ismi haram, boshqa yap qolsa haram. Yo'q. Bunda ixtilof bor. Nava Hanifi mazhabining qarashi, Hanifi mazhab qarashida ihrom bog'lagan kishi uni o'tirib va bo'zab qolsa, bu o'zi o'lib qolgan hayvondek, ya'ni go'shi halol bo'lmaydi. Chunki bu haram ish, uni halol qilib bermaydi. O'zi ismi haram, boshqalarga yegusimi, ihramsiz holat kishi yegusimi haram. Yana ihramsiz bir kishi bo'lib qolsa, bu o'tgan bo'lsa-mu, haramda o'tgan bo'lsa, bu o'xshash mayta hisobda. Buni Imom Muhammad al-Asl degan kitobida bayon qilgan. Yeyish haram dedi, endi yeb qoldi dedi. Ashnasidan yeb qoldi. Yegan narsaning qimmatida pul to'laydi. O'tganlikning jazosi ayram. Masalan, o'g'li o'tadi, o'sha hayvonning qimmati keldi-ku. Uningdan yegan taqdirda, masalan, 1,5 kilo yegan bo'lsa, 1,5 kilosining pulini yana qaytib to'laydi. Chunki bu yeyish cheklangan narsa. Muhammad rahmatullohi alayhining nazarida yesa uningga bir narsa kelmaydi dedi. Imom Shafiiy shunday. Imom Abu Hanifaning qarashida yesa yegan narsaning pulini to'laydi demoqchi. وله أن يأكل مصطاده حلال إذا لم يعنه.
Mastadahu halal degan haramning sirtida degan gap ma'lum. Haramning ichida o'lsa o'xshash, harom. O'tagan malmu haram. Lekin ma'u haramning sirtida miqatdan keyin haram dairasiga bag'ishli arliqda ihrom bog'lamagan kishi o'lgan mal bo'lib qolsa, uni yordam bermaganlar bo'lsa, ihromli kishi yordam bermagan bo'lsa, uning iysi bo'ldi. Lima marra min hadisi Abi Qatada radhiyallohu anhu. Abu Qatada radhiyallohu anhuning hadisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarning biringlarga yordam berdimi, ishorat qilib ko'rsatib qo'yganlar bormi degandiki, yo'q desa, undan inson bo'ldi degan. Hatto ashu uni ihromli kishi uchun tutgan bo'lsin shunda. Wa kullu ma 'ala al-mufridi fihi damun 'ala al-qarini daman. Bu yuqorqi masalalarda yolg'iz hajga kelgan kishiga bir qon keladigan ahvol bo'lib qolsa, masalan, o'lashdiq yoki ihromga qarta bir jinoyat sodir qilishdiq, bir qon keldi desak, qiron qilgan kishiga nisbatan ikkisi keladi. Li'annahu jinayatun ala ihramayn. Chunki bu umr bilan hajdan iborat ikki ibodatga bog'ligan ikki ihromga qilgan jinoyat. İmam Şafii rahmetullahi nazarida bir qon keladi. Bundan boshqa mushu munosabatli bir masala, ihrom doirasida ihrom bog'lagan kishi bo'lsin yoki ihrom bog'lamagan kishi bo'lsin, ihrom doirasida uni yukitish harom. Qo'zg'atish, qo'g'latish, qo'qtutish harom. Chunki hadisda wala yunaffaru sayduha dedi-ku. Ihrom doirasida ihromli bo'lsin, ihromsiz bo'lsin, qanday bir kishi uni yukityapti. Taki o keçip xatirjan bir joyga aram uçup bo'lgan qadar mas'ul dedi bu tashkishdan. Bu qo'lgandan keyin bu qechqasan chuqib joy chiqib ketib qoldi. Quduq tushib ketdi, o'rak tushib ketdi, yoki binoning ustidan tushib ketib qoldi, yo qechiyotgan chog'da diqqatsizlikdan ijlomlik narsaga tutib qoldi bu. Masalan, shunda bir ahvol bo'lib, o'lib ketib qolsa to'laydi. O'lib tayinda to'laydi. Yoki masalan tam usib mumkin. La yunaffar deyishdim shada ulab qolsa, o'tirib qolsa Allah to'laysi degan mazmun chiqdi. Sen Buxoriyda Ikrima dedi, "Ma la yunaffar sayduha." La yunaffar sayduha deganning ma'nosi nima bilamsa deb Xolid degan bir kishiga Ikrima nima degan. Ikrimaning shogirdi deydi. La yunaffar sayduhaning ma'nosi nima bilamsa? Huwa yani tanfir an yunahhiyahu min adh-dhilli yanzil makanahu. Bir daraxtning ostida bir hayvon saydab o'tgan bo'lsa, uni qo'litib, ayqilib o'tirash tanfir sayduldo degan. Hazrat Umardan kelgan rivoyatda ihromli kiyimning bir nimasi esib qo'ysa daraxtga, buningga bir qush kelib qo'nganmi, bir kapta kelib qo'nganki, buni tishib qo'ymasin deb, uni o'ksitib kiyimni olsa, u nimani bir ijlon yetdi ekan, kaptani. Anikin sahoba ikramlar mana bir nima pishib qo'yganlar desa, bir qo'y keldi deb bir qo'ygan rivoyat bor. Hozir ham Makkaninki shu kaptalar bor-ku, bu kaptalini masalan binolarga nimaga yetishib qo'ydi ekan deb, uni qanday yuvishtiramiz deb, va shirkatlar qurilib qutuldirib qo'yilgan, nima qilgan deb, hatto Saudiya Arabistonining hay'atga baral olmadan fatvo berganlar bor. Yani bunu o'tirib qo'yilgan shaklda emas, azroq masalan to'qliq do'lqinlarni paydo qilib, buni qo'ndirmaydigan, yani mixtaq qo'yib, eshcha qo'nmaydigan qilib, o'lmaydigan shaklda besh qilsam bo'ldi deb bergan fatvolar bor. Lekin ba'zi ulamolar, yani bu shaklda nima qilishmi bo'lmaydi. Chunki bu tanfir sayd, la yunaffar sayduha degan nimaga kiradi. Ama endi yo'liga o'dil qilib, kaptamiz biz mang'ilga yo'lda. Biz bundan mansaq, bu o'zisal qechibrak mana uch ketdi-ku, narsa mayli. Ammo baka uni kelib yo'ksa bo'lmaydi. Hatto shu kaptalning asli nasli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'ydigan shu g'ori Hirada yotgan kaptalning nasli. Shu Alloh taolo buni unda iz qilib, hech kim bunda chaqilmaydigan qilgan degan rivoyat bor. Alloh والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو يا الباما؟ Mesela Kıran bir ihramda hem umre hem hac kılma deb kelgan bo'lsa, şu çat çökkenge kadar şunda qon qilg'ishlarni bizni qilib qolgan bo'lsa,
Bununla ömrüge bir, hajge bir ayrım iki kan keldi. Mesela bir onu oğlap kalgan bolsa, şu çaç tutgan kadar iki kan keldi. Adatda yalnız hajge adamga bir tuttu. Nima uchun desam, ihramlıqda hazır ömrüge bir ihram bağlagan, hajge ihram bağlagan. Yani ikkiga bir ihram bo'ldi. Nolga bunun ikkinin hurmati qarta ikki qan deymiz. Yani mazhabda ikki qan deb shunday. O'tgan bir masalada chiqdi o. Umri qilib qo'ygan taqdirdimi, ayni jinoyat sodir qilib qolsa, ikkisi keldi, chaj tushirganga qadar umr tugab bo'ldi. Hajni qilayotgan chaqda jinoyat qilib qolsa-mu, ikkisi chunki bu shu umriga bog'ligan ihramdan chiqmagan. Ihramsiz kishi bo'lib qolsa, ihramning hurmati tushiladi. Ammo ihramli kishi bo'lib qolsa, ihramning hurmati ig'ir o'sib ketib, ihramning hurmati ana ishiga kirib ketadi. Ihramning hurmati shu hisob bo'ladi. Yo'q, ihramning hurmati ig'ir keldi deb. O'lmalar. Kelgan shu ihramlik holat bu ig'ir o'sidi deydi. Yani mazhabning ulamolar shuni qaraydi ekan. Ikki hurmatning qaysi ig'ir o'sidi degan masalada ihramlik hurmati ig'ir o'sib ketadi deydi. Balki bu haramning hurmatidan sirt ayrim bir nima ortiq bo'lg'achgan unda. Ihramlik holatda haramning hurmatidan ortiqcha bir holat bo'lg'achgan. Ihram kelgan odamning haramning hurmati bor. Lekin ihram kelgan odamda haramning hurmati va o ziyoda bo'lg'achqa balki ma'no ortiq ko'rish.